Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yurtdoshlar. Sizlarga manfaatli video olishda davom etyapmiz. Bugun 2025-yil 5-oktyabr. Ikkita videoni ham oqpashga qarshi resvetni ham ko'sak qurtiga qarshi resvetni ham hozir qo'yishda davom etyapmiz. Mana bizlarga o'shanda mana bunaqa teshib yeb ketadi. Oldin olinmasa bodringlarni ham yeyish mumkin. G'ova qilib teshib ketadi. Mana. Bunga biz kecha sochdik. Xo'p, bunga qotirmaydigan, zo'r ishlaydigan retsept. Trex 10 litrga 10 grammgacha mumkin. Boshlanishiga biz 8 grammdan 7-8 gramm sochamiz. Chunki ko'chatlar yosh hali, keyinchalik doza ko'tariladi. Tarkibiga e'tibor beramiz. Agar Trex topa olmasangizlar, lekin hamma yoqda bor bu. Bunga qo'shamiz 10 litrga 7 gramm bundan. O'zini firmasidan Samjuksan deymiz biz. Samjuk deymiz. Samjuksan. Xo'p, bundan 10 litrga 7 gramm bu ham. Har doimgiday 1 gramm kokovet. Bu sindiruvchi o'simliklarga yopishtiruvchi vazifani bajaradi. Xo'p, unga plus mikroelement, megafol farqi yo'q. Bizda bor edi biokardan 5-7 gramm qo'shdik mikroelement. Kecha biz sochib chiqdik. Holatlari Xudo xolisa bu 95%, 100% ta'sir qiladi. Mana. Holatlari yaxshi, kapilni oziqa ketyapti. Video qo'yaman deb o'sha kuni sochgan kun ola olmadim. Shu kun olishga qaror qilib video olishni davom etyapman. Mana bunaqa qilib ko'sak qurt mana bunaqa yeb ketadi. 20 ta 30 ta ko'chatlar shunaqa holat kuzatilgan har qayerda. Biz bunga chorasini ko'rdik. Bunga paftorni 10 kundan keyin 7 kundan keyin avant socham, avant ham zo'r oladi. Avantni ham hozir qo'yaman. Mana do'stlar, kelasi safarga avant sochamiz. 10 litrga 5 gramm ning dozasini oshirmaymiz 5 grammdan. Chunki zarar qilishi mumkin avant. Effekti juda yuqori. Katta-kattalarni 100% dan 100% olishga effekti zo'r. Bir marta Trexni qo'lladik. Bu tuxumlarigacha hammasigacha o'ldiradi. Samjuk bilan keyingi safarga bir hafta 10 kundan keyin bitta oziqa sochamiz u. Mikroelementligimi, kalsiyligimi. Keyin buni qo'yaveramiz orqasidan 10 kundan keyin, bir hafta 10 kundan keyin. Do'stlar, yoqqan bo'lsa bitta kanalimdan yiroqlashmang. Bundan da yaxshi videolar, reseptlar olinda, kapilni oziqlantirish, hammasini qo'yib berishga harakat qilaman. Iltimos, kanalimga podpishka qilib, bitta laykni bosib, kuzatishga davom etinglar. Hamma agrotexnikalar mana ma'lumot o'rnida, o'rashlarini ko'rsangiz, bachkalarni olamiz. Xo'p, bizlar bugun oziqalarni beryapmiz, o'rab chiqyapmiz. Agrotexnika ishlar shunaqa ishlar do'stlar. Kanalimdan yiroqlashmang. Yoqqan bo'lsa bitta layk bosing.